Uch taloq degan bir og'iz so'z bilan qancha taloq tushadiganligi. Savol. Assalomu alaykum. Er kishi ayolini ayrim-ayrim 3 qatim taloq qilib ajrashgandan keyin qayta nikoh durust bo'lmaydiganligi aniq. Undaqda bir qatimdala 3 taloq so'zi chiqsa qandoq bo'ladi? Buning qandoq farqi bor? Shar'iyatimizda qaysi hukm kuchlik? Alloh rahmat qilsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Shar'iyatimizda har bir musulmon er kishiga ayolini 3 qatimda ayrim-ayrim taloq qilish haqqini bergan. Barliq olimlarning birdaq qarashicha, er kishi ayolini 3 taloq degan bir og'iz so'z bilan taloq qilsa yoki ayolining bir qatimliq pok holatida 3 qatim ayrim-ayrim 3 taloq qilsa gunohkor bo'ladi. Chunki Alloh taolo 3 taloqni bir-birlab qilishni har bir qatimdan keyin o'ylanib va o'zini to'xtatib qaror qilish furstidan foydalanishni yo'lga qo'ygan va qayta yarasha oladigan taloq 2 qatimdir degan. Bir qatimda 3 taloq degan kishi o'zining pushaymon qilib yenilish yo'lini taqib o'tmoqchi. Ayollarning qayta birga uy tutish yo'lini taqab qo'ymoqchi bo'ladi. Buningdan shuni ko'rib olamizki, 3 qatimda qiladigan 3 taloqni bir qatimda biroqla bir so'z bilan jo'lab qilgan kishi Allohning qonuniga zid ish qilgan bo'ladi hamda islomning to'g'ri yo'lidan chatnab ketgan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kishining ayolini biroqla 3 taloq qilganligini anglaganda ochiqida o'rnidan dast turib ketib, "Men aranglarda turuqliq Allohning kitobi bilan o'ynalyapamdi" degan. Buni anglab sahobalardan biri: "Ey Rasululloh, uni o'ltirib yutaymi?" degan. Lekin bundaq taloq qilish haqni qo'llanish usuli jihatdan gunoh bo'lsa-mu, bundaq qilingan taloq hisob bo'lamdi yoki bo'lmamdi? Hisob bo'ladigan bo'lsa, qancha taloq hisob bo'ladi? Ko'pchilik olimlar bundaq taloqni hisob bo'ladi deb qaragan. Az bir qism olimlar hisob bo'lmaydi deb qaragan. Hisob bo'ladi degan ko'pchilik olimlar 3 taloq hisob bo'lamdi yoki 1 taloq hisoblanamdi yoki 3 taloq qilingan ayol bilan bir yerda bo'lgan bo'lsa 3 taloq, texi bir yerda bo'lmagan ayol bo'lsa 1 taloq hisoblanamdi deb 3 xil qarashga bo'linib ketgan. Natijada olimlar bu masalada 4 xil qarashga kelgan. Birinchi qarash. Birmi taloq hisoblanmaydi deguchilar bir turkum tabiiylar bo'lib, ular bundaq taloq qilish islom ko'rsatmasiga zid. Undaq bo'lgan ekan, bu taloq bid'at taloq qatoriga kirdi. Bid'at degan ozg'unlik ilib bordi. Demak, bu taloq hisob qilinmaydi deb qaragan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kimki bizning bu ishimizda, dinimizda bir narsa paydo qiladigan inovasizdir degan hadisini dalil keltirgan. Ikkinchi qarash. 3 taloq hisob bo'ladi deb qaraganlar sahoba va tabiinlarning ko'pchiligi. Shundaqla 4 mazhab imomlarining qarashi bo'lib, Imom Navaviy olimlar ayoliga "Sen 3 taloq" degan kishi haqida ixtiloflashib, Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, Ahmad va salaf bilan xalafning ko'pchilik olimlari 3 taloq tushudi deb qaragan degan. Bular ko'p dalillarni keltirgan. Bu dalillarning kuchliklari tuvandikicha. Hazreti Abdullah ibn Umar raziyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan: "Ey Rasululloh, men ayolimni 3 taloq qilgan bo'lsam, qaytarib olalaytimmi?" deb so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Yo'q, sendan to'liq ajrab ketgan bo'ladi hamda gunohmi bo'ladi" deb javob bergan. Hazreti Ubada ibn As-Samit raziyallohu anhu mundaq degan: "Cho'ng dadam ayolini 1000 taloq qilgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Cho'ng dadam Allohdan qo'rqmabdi. 3 taloq uning 997si zulm va tajovuz qilganlik. Alloh xolisa uni azoblaydi, xolisa kechirib yetadi" dedi. Yana Hazrati Rukana raziyallohu anhu ayolini o'zil kesil taloq qilib atganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qashig'i keldi. Rasululloh: "Qanchani maqsad qilgandan?" deb so'radi. U 1 taloq dedi. Rasululloh: "Alloh bilan qasammi?" deb so'radi. U "Alloh bilan qasam" dedi. Rasululloh: "Undaqda niyat qilganingdek bo'pti" dedi. Demak, bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni 1 taloqla niyat qilganligiga qasam qildirgan bo'lib, bu hadis agar u 3 taloqni iroda qilgan bo'lsa, 3 taloq tushadiganligini bildiradi. Uchinchi qarash. 1 taloq hisoblanadi deb qaraganlar ba'zi sahoba va tabiinlarning qarashi bo'lib, bu qarashni Imom Ibn Taymiya va Imom Ibnul Qayyim qatorliq olimlar tanlagan. Bular bir qancha dalilga tayangan bo'lib, ularning asosligi tuvandikicha. Hazrati Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma bundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida va Hazrati Abu Bakrning xilofati davrida va yana Hazrati Umarning 2 yil xilofatida 3 taloq bir hisoblanadi. Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu:
kishilar aldırmay qiladigan taloqni aldirab qilib o'tadigan bo'lib qoldi. 3 ni 3 hisoblasak bo'lg'udak deb 3 hisobladi. Yana Hazrati Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan: Rukana ayolini bir o'ltirishda 3 taloq qilib, uningga bek ko'ngli yerim bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningdan qandoq taloq qilganding deb so'raganda u 3 dedi. Rasululloh bir o'ltirishdimi deb so'radi, u ha deb javob berdi. Rasululloh u degan bir taloq, xohlasang uni qaytarib ol dedi. U ayolini qaytarib oldi. 4-chi qarash. 3 taloq qilingan ayol bilan bir yerda bo'lgan bo'lsa, 3 taloq hisoblandi. Taqa bir yerda bo'lmagan ayol bo'lsa, bir taloq hisoblanadi deb qaraganlar Ishoq ibn Rahovay va Hazrati ibn Abbas radhiyallohu anhumaning ba'zi shogirdlaridir. Bular yuqorqi Muslimda kelgan Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan hadisning Abu Davuddagi yana bir rivoyatida kelgan. Bir kishi ayolini billa bo'lishdan burun 3 taloq qilsa, bir taloq hisoblaydi degan iboraga tayangan. Yuqorqi qarashlar asoslangan dalillarga qaragandan keyin shuni ayta olamizki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va xalifasi Hazrati Abu Bakr 3 taloqni bir hisoblagan. Hazrati Umarmo 2 yil bir hisoblagandan keyin kishilarni adablash va shar'iy siyosat qilish jihatdan 3 taloq hisoblagan. Bu shuni bildirdiki, 3 yoki 1 hisoblashda hokim o'zi kishilarning va jamiyatning ahvoliga qarab 1 yoki 3 hisoblashni yo'lga qo'ysa, bu bir qonun shaklida kuchga ega bo'ladigan ish. Chunki navoda bu ish bu doiraga kirmaydigan ish bo'lsa edi, Hazrati Umar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning fatvosini o'zgartmagan bo'ladi. Boshqa sahobalarmi Hazrati Umarning o'zgartishiga qo'shilmagan bo'ladi. Diyorimizda kishilardagi diniy ang to'liq emaslikni, hatto ba'zilarning taloq degan so'zning qanchalik xatarlik ekanligini tushunmaydiganligini ko'zda tutadigan bo'lsak, diyorimizda bir so'z bilan 3 taloq qilgan ahvolda bir taloq hisoblashning islom ruhiga ang yaqin ekanligini aniq ko'rib olamiz. Allah ang to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom 114-numurliq fatvo.